Assalomu alaykum yurtdoshlar, yaxshimisizlar? Tanjoninglar sog'lom, yaxshi davominglarmi? Xudo xolisa biz yana bir xayrli, barokatli kunimizni boshlaganmiz. Mana hozir endi ishga chiqib ketyapmiz. Soatimiz 3 dan 17 daqiqa o'tgan. Hamma shirin uyquda. Ko'chada hech kim yo'q. O'zimdan boshqa hech kim yo'q. Xalqimiz uchun, xalqimizga mehrga to'lasiz qaynonlarimizni yetkazib berish uchun shunaqa vaqtda chiqib ketmasak usbitga bo'lmaydi. Mana hamma shirin uyquda. O'zim hasta, lekinchi shunaqa shirin bo'lib o'g'lim yotibdi-da, quchog'imda yotibdi, shirin bo'lib shunday o'g'limni tashab, issiq joyimni dan turib ishga chiqib ketyapmiz. Tanjoninglar sog' bo'lsin, bizlarni kuzatishda davom etinglar. Like bosishni unutmanglar do'stlar, bizga ham podpiska qilib turinglar. Rahmat hammanglarga.